Bugun ertalabdan opam bilan mini konkalarimizni taqib olib, ot minishga yo'l oldik. Mini konkalarim juda ham udobniy bo'lgani uchun har doim taqib yuramiz. Ichida har xil ranglar bor, bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Bilganinglar Devanfitdan abonement olganmiz. Turistadan ko'p sportivniy zal va boshqa sport turlariga bizga dostуп bergan sababli har kuni ertaga qanaqa joyga borsak ekan deb tanlab o'tiramiz. Oxir-oqibat ot minishga borishga qaror qildik. Bu esa bizning otimizni tozalab, sochlarini tarab, bizga tayinlab xonaga olib kirib berishdi. Biz ham shlemlarni taqib orqasidan kirib ketdik. Ishoninglar, boshida shunaqa qo'rqinchli bo'lar ekan, xuddi hozir yerga tushib ketadiganday bo'lar ekan odam. Lekin 5 minut o'tmasdan o'rganib, "Yo bo'ldi, tushmayman, dalish uchaman" deb qoldim. 60 minut otda uchdik. Undan keyin ichgan otimizga mehr berdik, siladik, ovqat berdik, yangi qizlar bilan tanishdik. Undan keyin tashqariga chiqqanimizda mana shu 2 yoshli yugurib yurgan ekan, bizning oldimizga ham yugurib keldi. Otxonadan chiqib dam olishimiz oxirgacha bo'lsin deb yangi ochilgan safari parkka yo'l oldik. Kirishini shunaqa zo'r qilib qo'ygan ekan, mana oqib turgan suvlar sachrab turar ekan odamga. Ichkarida esa bizani shunaqa vid kutib turgan ekan. Rostdan ham o'xshatishibdi, lekin ichlarida mana shunaqa g'orchalari ham bor ekan. Xullas, ichida hayvonlar unaqa ko'pmas ekan, lekin yetarlicha boshiga bo'ladi. Biz she'ri ko'rishga qiziquvdik. Bu dangasalar ham yog' tushgan ekan. Mana shu odamni ko'rsanglar rosti kamli deb o'ylaysizlar. Xullas, har xil hayvonlar bor ekan, shunaqangi qiziqarli nadpislar ham bor. Примерно 10-15 minutda aylanib bo'ldik. Keyin mana shu yo'l ichidan sekingina chiqib keta qoldik.